Har bir bemorning holati bizning e'tiborimiz markazida. Statsionar davolanishda muntazam vrach nazorati muhim ahamiyatga ega. Bugungi vrach ko'rigi statsionarda davolanayotgan har bir bemorning holati muntazam nazorat qilinadi. Vrach ko'rigi davomida bemorning umumiy holati baholanadi, shikoyatlari tinglanadi, davolash samarasi nazorat qilinadi. Maqsadimiz bemor salomatligini tiklash va sog'ayish jarayonini xavfsiz olib borish. Sizda va yaqinlaringizda allergologik va immunologik muammolar mavjud bo'lsa, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, allergolog-immunolog Sherzod Muxtorovga murojaat qilishingiz mumkin. Allergolog Muxtorov qabuli dushanbadan shanbagacha. Birinchi qabul ertalab tongi 8:30 dan 12:00 ga qadar va ikkinchi qabul 17:00 dan 20:00 ga qadar bemorlarni jonli navbatda qabul qiladi. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.